Yangi olgan duvoychkalarimni kiyib, ertalabdan atirligi cho'milib olib magazinga, to'g'rirog'i undan oldin bolalarni bolalarni bog'chaga tashlab magazinga keldim. Endi bo'lsa chiroyli bo'lib makiyaj qilib olamiz. Makiyaj qilganimdan keyin sizlarga yana chiroyli obzorlar olishib boshlayman. Sampida yoki tashmida o'qiydigan qizlarimiz uchun luk qilib bering. Hozir qilib beramiz. Sampi yoki tashmi deganda negadir men xayolimga birinchi bo'lib aynan shunaqa oq rang keladi. Ichidan bo'lsa yumshoqqina paxtadan bo'lgan shunaqa bazaviy futbolchka kiyamiz. Tagiga har kuni o'zim yechmay kiyayotgan materiali juda ham zo'r bo'lgan jinsi shimimizni tanladim. Bufiga bo'lsa Miudan shunaqa chiroyli obuv tanladik. Sumkasiga bo'lsa albatta Kellini tanladim. Qani endi aytinglarchi, lukim sizlarga yoqdimi? O'zi tashmi yoki sampida o'qiydigan qizlarimiz shunaqa kiyinishadimi? Rum to'ri ikkinchi qismini ko'rdinglarmi? Sizlar bu garderobni burchagini ko'rasizlar. Har doim bu yoq tarafda yozib qolamiz, o'shani qo'ydim. Hamma yaxshi niyatli qilib yozishyapti. Hammaga rahmat katta. Keyin ko'pchilik ichigacha nimani qayerda qildirganimiz qiziq bo'lsa so'rasanglar, aytaman deb yozganimda-chi, kommentga yozishibdi. Pardani qayerda qildirdingiz, gilamni qayerdan oldingiz, mana shunaqa qilib savollar berishibdi. O'shani sizlar direktdan aytsanglar-chi, men kimda qildirganimni sizlarga skrin qilib tashib beraman. Qizlar, sizdan bekitmayman hech narsani. Shunaqa gap bilan, masalan, mebelimizni ham kimda qildirganimizni birinchi rum turimda kashtanda qildirganmiz, tagida atmetka qilganman. Dizayner bolalarni ham so'ragansizlar, plan o'zida qildirganmiz, uni ham qilganman, hammasini qoldirganman-da. Faqat e'tibor bilan qaramagansiz. Shu uchun nima qiziq bo'lsa so'rasanglar, men sizlarga yana aytaveraman. Bilasizlar-ku, bizga kuz qishki sezon uchun bitta emas, ikkita emas, uchta emas, to'rtta kipta emas, даже bir fura tovar keladi. Qizlar, bitta furada katta mashina tovar keladi. Shuning uchun mana bitta do'konimizda to'liq tovarlarimizni qo'ygan hol, bunaqa kuzgi tovarlar. Bularni sizlarga shok va narxda qo'yib berishga tayyorgarlik ko'ryapman hozir. Hozir narxlarni priblizitsiyadan to'g'rilab chiqmaman-da. Sizlar ungacha tez kanalga kirib tursanglar, shok narxlarda ovolasizlar. Qizlar, tez kelinglar, kelinglar. Mana bizning klientlarimiz shok narxda, srazu kecha. Diyora, dunyo faqat sendan iborat emas. Men bitta iroyam borki, iro. Masalan, ular erga tegib ketasan, men bilan qolasan, iro, to'g'rimi? Erga tegib ketadiganlar uncha qadrli emas san kabi. Mana qara, yo'q qancha narsa sotgan. Diyora, sen ketib-ketsan. Mana sen erga tegmaysan hali. Yo, mana bu ham yaxshi, mana bu ham erga tegmaydi, bu ham yaxshi. Erga tegadiganlar bo'lmaydi, mana bu ham yaxshi. Asalim. Sen bo'lmaysan o'sha. Mayli. Ha, mana qizlar, men sizlar o'ylaganchalik yaxshi odam emasman. To'g'ri, sizlar adminlardan xabar bo'layapsizlar-ku. Mana men ikkalasi hozir klientlar olib qo'ying, hozir pul tashlayman deganlarga mana menga o'xshab o'tirishdi-da. Mana menimda shuncha klient bor, ko'ryapsizlarmi? Klient. Men bularga aytaman, olib qo'yma, hech kimga pul tushmaguncha qo'y, andi kelgan klient olib ketsin desam, mana men sizlarni o'ylab, vijdoni qiynalganidan, yo'q demoqlayapti, hozir tashlaydi klientim deb o'shab o'tiribdi sizlar uchun. Shunaqa mana sizlar olib qo'ymasam sizlar yig'laysizlar, nega qoldirmadingiz? Amanga buni o'shaman, nima hozir keldim, men buni turibdim, bunday o'qiraydim. Anaqa klientimga hozir pul tashirgan, hozir turibdi. Chatira turibdi o'sha kliyentdan, mana kutyapmiz. Mana chatida o'tiribdi. Mana chatira turibdi, hozir kutyapmiz mana. Anta mana qizlar aytinglar, nohaqman. Mana mana shuncha klient olib ketgan. Shahzod qoch. Mana shuncha klient olib ketgan. Ha, Shahzod, yigitingiz qoldi. Qizlar, qaranglar, xonamni dekor uchun shunaqa chiroyli dekorlarni Nozim opamdan oldim. Men buni aytmasa ham bo'ladi. Hidi shunaqa zo'r, shag'ami borda. Qizlar, mana ko'rishingiz mumkin. Именно освежители. Вообще hidi zo'r. Именно unaqa asalchasi ham bor. Buni ham olganman. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Bu yerda filchalida bolasi, er-xotin shunaqa. Mana men bunaqa ham olganman. Oyog'ini tagiga qo'yishga qaranglar, вообще zo'r. Dushdan chiqqanda ham yiqilmaslik uchun dush jog'ida ham mana kichkinasi. Bu yerda mana kattasi. Olganman, spetsial bunaqa kir soladiganini olganman ulardan. Xullas, juda ham ko'p narsalar oldim. Ayniqsa mana menga o'xshagan mimiska dekorlarimni. 3 marta telefon qilgan yerda ko'tarmasam, 4-chisida blok sizlar. Chunki men ovqat qotgan bo'laman, bilasizlarmi mana. Muncha maladesman. Ishdan kelib xonalarimni yig'ib ovqatlar qilamanmi qizlar? Yo, hozir mana muxlis bigistirab turibdi mana menimda yonimda. Muxlispam o'zi bir yilda 3 marta ovqat qiladilar. 3 kun nasriylar yaxshi bo'lganda. O'sha 3 kun ham kecha noldan kun bugun o'tib ketdi. Bo'ldi, boshqa bu yil qaytarilmaydi u, bo'ldi. Bu yilgi limitimiz shu bilan tugadi qizlar. Boshqa kutmanglar muxlispamdan. Xudoni qarab, muxlis qizim kopday chiqibdi. Ana, erga berib qutulaman oxirdan muxlis. Mahallada chiqib, bolalar bilan samokartalashib uchayotgan pijamadagi kelinni ko'rsanglar, o'sha men bo'laman. U qo'yatsiz pijamada chiqadigan.
oyjon qilsa topilamiz. Sharmanda kelindi. Ha bolam. Uydan ko'chaga chiqmasdan kuniga 170-200 dollarlar topish ilojisi bor desam, sizlar ishonasizlarmi menga? Ishonsanglar menga yaqinroq kelinglar. Men sizlarga buni yo'lini aytaman. Sizlarga aytganman, o'tgan safar ham har doim aytganimda, Shahnoza opam o'zlarining ish faoliyatlarini boshidagi birinchi oyidayoq o'zlariga avtomobil sotib olganlar. Shundan ham bilsangiz bo'ladi, o'sha bu ishda yaxshigina pul bor. Bu degani qizlar, masalan, sizlar kuniga xo'p 2 million emas, 1,5 million, 1,5 million emas, 50 dollar topdinglar deylik. Bu bir oyda 30 million bo'ladi, tushunasizlarmi? Kuniga mana men aytgan summani emas, mana bor ana 50 dollar topdim deganingiz ham oyga bu 30 million so'm bo'ladi. Bu qancha pul qizlar? Bu вообще zo'r. Har bitta ishni o'zini mutaxassisidan o'rgangan yaxshiroq. Shuning uchun men sizlarga eng ishonchli vakil o'zim bilgan, o'zimni Shahnoza opamni ayta olaman. Ular sizlarga onlayn uyda o'tirgan holda pul topishni eng oson yo'llarini o'rgatadilar. Faqat ularda hozir zo'r aksiya ketyapti. Faqat birinchi yozgan 20 ta odamga. Shuning uchun shoshilib yozilib olinglar.